Kanal tarixidagi eng katta mehmonni kutib oling. Khalid futbol tarixidagi eng yaxshi o'yinchi Ronaldo bilan $1 million uchun kurashadi. Sen va $1 million faqatgina Ronaldo ajratib turibdi. Menda Mr. Beast yozuv tushirilgan omadli futbolkam bor. U mening birinchi raqamli muxlisim. Rostdan ham u sening muxlisingmi? O'zingni yo'qotyapsan. Sen hayajondasan. Bellashuv qoidalari juda ham oddiy. Ikkala o'yinchi ham darvozadagi nishonlarga zarba berasizlar. Kim birinchi bo'lib 3 marta tekkiza olsa, u g'olib. Va agar Khalid mabodo Ronaldoni mag'lub eta olsa, men unga $1 million beraman. Shunchaki pulni olib ketaversam bo'lmaydimi? Khalid, Ronaldoni yutish ehtimoling qanday deb o'ylaysan? To'g'risini aytsam, 50-50 bo'lsa kerak. Menga uning o'ziga bo'lgan ishonchi yoqyapti. Ko'rmisan? 100 million odam kuzatyapti axir. Xo'sh, hozircha ochko yo'q. Ronaldo, seni navbating. Ikkalasi ham mo'ljalda adashishdi. Khalid, menimcha bu videodagi sen oladigan eng katta yordam bo'ldi. Va bu seni oldinga chiqib olish uchun oxirgi imkoniyating bo'lishi mumkin. Meni kechir, Ronaldo. Hozircha sen Ronaldoni mag'lub etyapsan. Lekin sen yana 2 marta aniq nishonga olishing kerak. Bu juda ko'p. Emas, shunchaki g'alaba qil. Xo'p, mayli, qani ko'raylikchi nimaga seni eng yaxshisi deb atashadi. Khalid, sen millioner bo'lishing mumkin. Juda ham yaqin kelding. Mayli, endi Ronaldoda senga yetib olish uchun imkoniyat bor. Khalid, sen bu to'p bilan Zarba beraymi? ha, Ronaldo, sen chindan ham unga to'pni o'rnatib berdingmi? men senga ishonaman. Aql bovar qilmaydi. Khalid 2 ochko oldinga chiqib oldi. Endi Ronaldo birorta xatosiz keyingi 3 imkoniyatdan foydalansa va Khalid qolgan barchasida adashsagina Ronaldo g'olib bo'lishi mumkin. Keyingi 3 ta urinishni hammasidan foydalana olasanmi? Nima deb o'ylaysan, Ronaldo? To'g'risini aytsam yo'q. Bu tarixdagi eng katta comebackning boshlanishi bo'lishi mumkin. Yo'q, xudoyim, bunga ishonish qiyin. Rostdan ham bunga ishonish qiyin. Khalid, bu sening 1 million yutish uchun oxirgi imkoniyating. Khalid, omad senga. Olg'a Khalid. Bilan faxrlanaman, og'ayni. Ronaldo, muxlislarga menga obuna bo'lib qo'yishlarini ayta olasanmi? Ha, albatta. Kimki menga obuna bo'lgan bo'lsa, Mr. Beastga ham obuna bo'lib qo'ying.